Qon bosimini tushirishda effekti zo'r beradigan guruhlardan biri kalsiy kanal blokatorlari. Kalsiy kanal blokatorlarining asosiy vazifasi qon tomiridagi silliq mushaklari hamda yurakdagi L tipdagi voltaj darvozali kalsiy kanallarni bloklash orqali mushaklarning qisqarishini kamaytiradi. Asosiy ikki guruhga bo'lamiz. Dihidropiridinlar hamda non-dihidropiridin guruhlariga bo'lib o'rganamiz. Dihidropiridinlarga eslab qolishimiz uchun oxiri dipin bilan tugaydigan dorilar. Ularga qaysilar? Amlodipin, nifedipin, klivizipin, nikardipin, nimodipin bular aktiv qo'llaniladi. Bular asosan qon tomiridagi silliq mushaklariga ta'sir qilib, uni qisqarishini kamaytiradi. Non-dihidropiridinlar esa eng ko'p ishlatiladigan verapamil, diltiazem. Buni hammamiz eshitganmiz. Bu yurakka ta'sir qiladi asosan. Xo'p, klinikada qo'llanilishini tushunib olishimiz kerak. Dihidropiridinlar nimodipindan tashqari asosiy gipertenziyada qo'llaniladi. Stenokardiyaning vazospastik turida, ya'ni o'rtada hech qanaqa to'siq yo'q, faqatgina spazm hisobiga stenokardiya xuruji yuz berdi. O'shanda zo'r ishlaydi kalsiy kanal blokatorlari va Raynaud fenomeni. Bu asosan o'sha qo'l va oyoqlardagi qon tomirlaridagi ishemiya hisobiga qo'l, oyoq oqarib, ko'karib qolganda zo'r effekt beradi. Ya'ni bular arteriyalarni kengaytirib beradi. Non-dihidropiridinlar esa bular ham gipertenziya, stenokardiya xurujlarida yaxshi effekt beradi va bundan tashqari biz yurakka yaxshi ta'sir qilganligi uchun bo'lmacha fibrillatsiyasi hamda titrashida yaxshi effekt beradi. Biz nimodipinni alohida oldik. Nimodipin nimaga? Esinglarda bo'lsa, Vilize halqasi bor edi. Vilize halqasi bor edi. Ularda misol uchun eng ko'p zaif bo'lgan joylar kommunikans tarmoqlari. Misol uchun anterior kommunikans tarmog'i zararlanadigan bo'lsa, qon quyiladi subarachnoidal bo'shliqqa. Natijada undan keyingi bo'lgan qon tomirlar spazm holatiga o'tib qoladi. Undan keyingi qon tomirlariga qon o'tishi sekinlashadi. Ana shunday paytda biz o'sha subarachnoidal qon quyilishini to'xtatganimizdan so'ng nimodipinni beradigan bo'lsak, undan keyingi qon tomirlarni torayib qolishini oldini oladi. Natijada miyani hujayralarini o'lishidan saqlab qoladi. Zo'r effekt beradi. Keyingisi nikardipin bilan klivizipin. Bular asosan gipertenziv shoshilinch holatlarda, ya'ni tezkor ko'tarilib ketganda tez tushiradi qon bosimini. Endi nojo'ya ta'sirlar. Nojo'ya ta'sirlar bularning hammasida mil giperplaziyasi kuzatiladi. Dihidropiridinlarni ko'p qo'llaydigan bo'lsak, ular qon tomirlarini kengaytirganligi uchun periferiyaga qonning suyuq qismi o'tib, periferik shish keltirib chiqaradi. Qon bosimini keskin pasaytirganligi uchun qon bosh aylanishiga sabab bo'lishi mumkin. Non-dihidropiridinlar esa yurakning depressiyasiga sabab bo'ladi, ya'ni yurakka ta'sir qilib, yurak urishini sekinlashtiryapti. AV blokadasiga sabab bo'lishi mumkin hamda ich qotishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari verapamilda o'ziga xos bo'lgan nojo'ya ta'sirlardan biri bu giperprolaktinemiyaga olib keladi.